İnsan nimişlarni qilgan vaqtida, qanday xarakterda bo'lgan vaqtida, qanday pozitsiyada bo'lgan vaqtida hidoyatni ko'ra oladi. Uningga erisha oladi. Qanday pozitsiyada bo'lgan vaqtida hidoyatdan mahrum qoladi. Shuni bizga aniq ko'rsatdi. Shuning uchun bugungi darsimiz intayin muhim. İnsan mana bu şundaq kibir sebepli çoğunçılık qilib, hidayet uçuq tursun onu köygülü unumay, Allah subhanahu wa ta'ala'nın misallarının merkeziga merkezleşmey, başka bir tarafiga esli verip, mana bu şundaq azgınlığa patqan bolsunmu? Yani Allah subhanahu wa ta'ala nayet şefqat bilen bu insanlarga ve şundaqla musibetga yıkılışıp qalgan bizlerge, yani Allah subhanahu wa ta'ala özünün ba ekanligini düşündürüp, imanның işaretlerini ko'rsatadi. Allah subhanahu wa ta'ala bu tut ayeti bizga hidayetga erishishninki eng tüp prinsipidan xabar berdi. O qaysi? Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah amma ba'd. Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuhu qarindoshlar. Biz bugün Allah'ın rahmeti ve fazli bilan Sura Baqara'ningki 26 oyatidan 29 oyatigacha bo'lgan mazmunlarni o'qiymiz. Bizning bugun o'qiydigan oyatimiz nima haqida so'zlaydi desanglar, intayin muhim bir masala haqida so'zlaydi. Ya'ni bizning bugun o'qiydigan oyatimiz hidayet ve ozg'unlikning sabablari haqida so'zlaydi. İnsan nimişlarni qilgan vaqtida, qanday xarakterda bo'lgan vaqtida, qanday pozitsiyada bo'lgan vaqtida hidoyatni ko'ra oladi. Uningga erisha oladi. Qanday pozitsiyada bo'lgan vaqtida hidoyatdan mahrum qoladi. Shuni bizga aniq ko'rsatdi. Shuning uchun bugungi darsimiz intayin muhim. Chunki hidoyat haqiqat bo'lsa-mu, ochiq bo'lsa-mu, lekin ko'z taqa qo'yib qolsa, qalb taqa qo'yib qolsa, qalb pokiz bo'lmasa, hidoyat u qalbga kirmaydi. Hidoyat uchunmi inson uning qarta bir tayyorlik qilish kerak, o'zini tuzitish kerak. Uningga ayrim bir xil pozitsiya, xarakter ketadi. Shuning uchun hidoyatga hamma odam erisholmaydi. Shu Allah subhanahu wa taolo bizniki to'g'ri pozitsiyada bo'lib hidoyatga erishishimiz uchun hidoyatga erishtiradigan pozitsiya, xarakter va sifatlarni bayon qiladi. Va shundaqla hidoyatdan mahrum qoldigan kishilarning xarakteri va pozitsiyasidan bizga xabar beradi. Shuning uchun bugungi dars nihoyat bir muhim. Unda bo'lsa biz darsimizni boshlaylik. A'udhu billahi minashaytonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. İnnalloha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. Hakikaten Allah subhanahu ve taala paşa ve onun küçük nereslerini misal kılıp keltirişten tartınıp kalmaydı. Acaba Allah subhanahu ve taala bu ayeti nemi için dedi? Bilgimizde Allah subhanahu ve taala Allah'ın tövünden başka neslerge işengen, onunla yülengen, onu tayanç kılıvan kişinin ahvalını ömüçünün uygu okşatkan. Ve şundakla bazı bir ahvallarını düşündürüşten Allah subhanahu ve taala çivinli misal keltirgen. Bunun karta
kishilarning pozitsiyasi ikki xil bo'lgan. Bir kishilar bo'lsa, Alloh ulug' deysan, Allohni kuchlik deysan. Nima uchun ulug' bo'lgan Alloh subhanahu va taolo bir pashni misol keltirdi. Nima uchun chivinni misol keltirdi deb mana shunday masxara qilgan. Yana bir kishilarcha Alloh subhanahu va taolo keltirgan misolninki mohiyatiga, maqsadiga markazlashgan. Alloh subhanahu va taolo bu oyatda innalloha la yastahi ay yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Alloh subhanahu va taolo haqiqatan pasha va uningdan kichik narsalarni misol keltirishni tatmin qilmaydi. Chunki pasha bo'lsin yoki pil bo'lsin, hammasi Alloh subhanahu va taoloning maxluqoti. Pilg'i uyushtirilgan san'atlar, ajoyib mo'jizalik ahvollarning hammasi pashida bor, yoki pashida uningdan ko'proq. Ammo hidoyatga erishamaydigan qalb yoki hidoyatga erishamaydigan pozitsiya qanday bo'ldi desanglar, bir narsaning shakliga qaraydi. Uning ko'zida cho'ng narsalar cho'ng, kichik narsalar kichik. Ammo Alloh subhanahu va taoloning nazarida bo'lsa, butun maxluqotlar o'xshash. Pilda bor san'at, yaratılishlik san'at, chivindimi bor, pashidimi bor, o'mechikdimi bor. Bu yerdagi maqsad bir narsaning cho'ngligi yoki kichikligi emas, u misol qilib keltirilgan ishninki markaziy iddisi, uning tigi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo u fosiqlarning masxarasiga qarta Allah subhanahu wa taala pashidan kichik narsalarni misol keltirishni tatnib qolmaydi. Chunki hammasi Allohning maxluqoti o. Fa amallazina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Amma mu'minlar bo'lsa, uni Parvardigor tarafidan, Robbi tarafidan nozil qilingan bir haqiqat deb biladi. Ya'ni u misolning tiyitidir, maqsadiga yetib lerisini oladi. Va amallazina kafaru fa yaquluna madha arada Allahu bihadha mathala. Amma kafirlar bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo bundaq misollarni keltirib, nimani iroda qiladi deb masxara qiladi. Alloh subhanahu va taolo bu oyatning oxirida nimani maqsad qilganligidan xabar beradi. Yudillu bihi kathira va yahdi bihi kathira. Alloh subhanahu va taolo kishilarning ko'zida ana shunday kichik narsalarni misol keltirish orqali kishilarning pozitsiyasini sinamoqchi, pozitsiyasini, qalbini imtihon qilmoqchi. Qalbi sog'lom, kamtar kishilar bo'lsa, u misolni tigitib, u misoldan oldigan darsini oladi. Ammo qalbida kibr bor kishilar bo'lsa, cho'ngchilik qilib, Alloh subhanahu va taoloni masxara qiladi. Shun Alloh taolo deydi: "Yudillu bihi kathira va yahdi bihi kathira." U misol orqali Alloh subhanahu va taolo nurg'un kishilarni ozdiradi, nurg'un kishilarni hidoyatga boshlaydi. Qanday kishilarni ozdiradi? Misolni masxara qilgan, qalbida kibr bo'lgan, pozitsiyasi to'g'ri bo'lmagan kishilarni ozdiradi. Va yahdi bihi kathira. Ammo ibrat oladigan, dars oladigan, masalan shakliga emas, mohiyatiga diqqat qiladigan kishilarni to'g'ri yo'lga boshlaydi. Va ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Alloh subhanahu va taolo u misollar bilan faqat fosiqlarni ozdiradi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo ana shunday misollarni keltirish orqali fosiqlarning pozitsiyasini, xarakterini sinaydi. Afsus, ularning xarakterida ana shunday cho'ngchilik bo'lg'achqa, Alloh subhanahu va taoloning keltirgan kichik misollarni masxara qilib, va ular kichik ko'ringan misollarni masxara qilib ezib ketadi. O ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Qalbi sog'lom kishilar ezib ketmaydi. Faqat fosiq kishilar, qalbida hakovlik bor, cho'ngchi kishilar ezib ketadi. Demak, bu oyatni biz shuni tushunalaymizki, hidoyat xuddi bir yomg'irga o'xshaydi. Yomg'ir toshqimi yog'adi, sazliqmi yog'adi, munbat tuproqmi yog'adi. Shu yomg'ir munbat tuproqqa yog'sa, u yerdan gah unadi. Ammo toshqa yog'sa-chu, texim teyilg'oq bo'lib ketadi. Qiq dassa yiqilib tushadigan bo'lib ketadi. Sasliqqa yog'sa-chu, texim purab ketadi. Hidoyat dal shunga o'xshash. Hidoyatning sizning qalbingizda bexilnishi uchun, meva berishi uchun qalbingiz pokiz bo'lishi kerak, munbat bo'lishi kerak, kibrdan pokiz bo'lishi kerak. Demak, Alloh subhanahu va taolo bu oyatda hidoyatning birinchi asosiy va prinsipidan xabar beryapti. Qur'ondan manfaatlanay, men hidoyatga erishay deydi ekansiz, qalbingiz pokiza, kibrdan xoli bo'lishi kerak. Alloh subhanahu va taolo undan keyin bu qalbida kibr bo'lgan, hidoyatdan mahrum qolgan, ana shunday Alloh subhanahu va taolo keltirgan misollarni masxara qilib ezib ketgan fosiqlarningki kishilik munosabatdagi axloqidan xabar beryapti. Alloh subhanahu va taolo deydi: "Allazina yanquduna ahdallohi min ba'di mithaqihi va yaqta'una ma amara Allohu bihi ay yusala va yufsiduna fil ard." U fosiq kishilar, qalbida kibr bo'lgan, cho'ngchi bo'lgan fosiq kishilar shunday kishilarki, Allohga bergan ahdisini Alloh subhanahu va taolo u ahdini uning qalbida mustahkam o'rnatib bo'lgandan keyin buzadi deydi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo butun insondan bir ahd olgan. U ahd qaysi desanglar, bir yaratquchiga bo'lgan iymon. Bu xil ahd insonning tabiatida har xil shaklda namoyon bo'ladi. Ya'ni har qanday bir inson dunyoga kelgandan keyin bir yordamchini izlaydi. Bir ehtiyojni qamdaydigan birisini izlaydi. Bu sababdan Qur'on bilan ushlashanmagan insonlar ba'zi buddist bo'lib ketadi, ba'zi boshqa bir dinga kirib ketadi. Nima uchun bu buddist boshqa dinlar paydo bo'ldi? Alloh subhanahu va taolo insonlarning qalbiga sog'gan va shundaqla ulardan olgan ahd sababli inson iloh izlab to'g'ri yo'lni topolmay ana shunda xato yo'lga kirib ketadi. Demak, har qanday bir insonda Alloh subhanahu va taolo olgan bir ahdi bor. Bir yaratquchi qarta uning iymon etgan bir ahdi bor. Bu fosiq kishilar ana shundaq ahdini buzgan kishilar. O'zining fitratidagi, ya'ni tug'ma tabiatidagi bir yaratquchi bo'lgan ishnishdan iborat bu ahdini buzgan kishilar. Va yaqta'una ma amara Allohu bihi ay yusqala. Ular Alloh subhanahu va taolo ulashqa buyurgan ishlarni o'zida deydi. Alloh subhanahu va taolo kishilarga yolg'on aytmang, ya'ni kishilik munosabatingiz yaxshi bo'lsin desa, ular yolg'on aytadi. Alloh subhanahu va taolo tuqqanlarga yordam qilishga buyurgan bo'lsa, Qur'on va hadis orqali, ya'ni vahiy orqali ular tuqqanlarga yaxshi muomala qilmaydi, tuqqandoshlikka ahamiyat bermaydi, sil rahmini o'zida bular. Ya'ni qalbida cho'ngchilik bo'lganligi uchun o'zi cho'ng ko'rib, o'zini farqli ko'rib,
tuqqanlarını mı gözge ilmaydı, sil rahmini üzüdü bular. Ve yufsiduna fil ard. Bularning 3-chi axloqi bo'lsa, ular zaminda buzg'unchilik qiladi. Fikriy jihatda bo'lsin va yoki boshqa sabablar bilan bo'lsin, qo'ldan kelishcha zaminda buzg'unchilik qiladi. Ya'ni zaminda buzg'unchilik qilgan, qon to'kkan kishilarning ahvoliga qaraydigan bo'lsak, musibatni topalaymiz. Ya'ni ular nihoyat cho'ngchi, kibrga to'lgan fosiq kishilar ekanligini ko'ralaymiz. Ulaika humul xosirun. Ana shular bo'lsa, ya'ni qalbida kibr bo'lganligi sababli hidoyatdan mahrum qolgan, kishilik munosabati uzilgan, axloqi yaxshi emas, tuqqanlardan munosabatini uzgan, sil rahmi qilmagan, zaminda buzg'unchilik qilgan kishilar eng cho'ng ziyon tortquchilar. Chunki ular dunyoda hidoyatdan mahrum qoldi va shundaqla nurg'unlagan yaxshiliklardan mahrum qoldi ular. Gunoh ishildi, oxiratda bo'lsa jannatdan iborat abadiy hayotidan mahrum qoldi. Bu sababdan bular eng cho'ng ziyon tortquchi bir insonlar bular. Inson mana bu shundaq kibr sababli cho'ngchilik qilib, hidoyat uchiq tursa uni ko'ngili unumay, Alloh subhanahu va taolaning misollarining markaziga markazlashmay, boshqa bir tarafiga eslab olib, mana bu shundaq ozg'unlikqa patgan bo'lsa-mi, yana Alloh subhanahu va taolo nihoyat shafqat bilan bu insonlarga va shundaqla musibatga yiqilishib qolgan bizlarga yana Alloh subhanahu va taolo o'zining bor ekanligini tushuntirib, iymonning ishoratlarini ko'rsatadi. Keyingi oyatda, ya'ni 28-oyatda Alloh subhanahu va taolo kayfa takfuruna billahi va kuntum amwatan fa ahyaakum. Sizlar qandoqmi Allohni inkor qilasizlar? Qandoqmi hidoyatni ko'ngili unumaysizlar? Qandoqmi jannatga ishonmaysizlar? Qandoqmi do'zaxga ishonmaysizlar? Qandoqmi sizlarni Allohning yaratganligiga shak shubha qilasizlar? Bunga ishonmaysizlar? Va kuntum amwatan. Sizlar o'lik edinglar. Jonsiz edinglar. Yo'q edinglar sizlar. Bir tomchi suv edinglar sizlar. Fa ahyaakum. Alloh subhanahu va taolo sizlarga hayotlik berdi. Jon kirgizdi Alloh subhanahu va taolo. Qarab qolgan bo'lsak 30-40 yil ilgari biz yo'qdik. Keyin Alloh subhanahu va taolo bizga hayotlik berdi, jon kirgizdi. Thumma yumitukum. Sizlar shundaq cho'ng so'zlaysizlar, haqovurlik qilasizlar. Alloh subhanahu va taolo bu misollar bilan nimani iroda qildi deb o'zingni cho'ng tutusizlar. Thumma yumitukum. Sizning nafsinglar, shu gap qilgan jininglar mening qo'limda deydi Alloh subhanahu va taolo. Ya'ni ondan keyin sizlar o'ltirilsizlar, u jininglar chiqib ketadi, u haqovurlik qilgan qalbinglar so'qishdan to'xtaydi, ondan keyin tirildirilsizlar. Ya'ni hisob berish uchun tirildirilsizlar. Alloh subhanahu va taolo mana shundaq hidoyatdan mahrum bo'lgan ozg'un insonlarga shafqat qilib, yana ularga o'zining o'sha paydo bo'lishidan tortib, o'lgandan keyingacha bo'lgan hayot jarayonining hammasini oldiga qo'ydi. Sizlar yo'q edinglar, Alloh subhanahu va taolo sizlarga hayotlik berdi. Ondan keyin yana o'lusizlar. Chuqur mangu yashmaysizlar. Cho'ngchiliginglar davom qilmaydi. O'lib ketisizlar. Hech kim o'limni inkor qilmaydi. O'lgandan keyin ondan keyin tirildirilsizlar. Thumma ilayhi turja'un. Ondan keyin Allohning dargohiga qaytirilisizlar. Kechib qutulishing yo'q. Sizning kelishingmi Allohdan? Kim o'zini o'zim yaratdim deyalaydi? Hech kim demaydi. Ketishingmi shu Allohning dargohi? Demak, qutulish yo'q. Unda bo'lgan ekan, aqlinglarni beshinglarga elinglar, cho'ngchilik qilmanglar, hidoyatni ko'ringlar, iymonga qaytinglar deb Alloh subhanahu va taolo ya'ni shafqat qilib, mana shunda o'zining bor ekanligi, u insonning bir yaratilgan bir maxluq ekanligini eslatib nasihat qilyotdi. Yana Alloh subhanahu va taolo cho'ngchilik sababli hidoyatga erishgan unamagan bu kishilarga shafqat qilib, yana ularga Alloh subhanahu va taoloni ko'rsatgan ishoratlarni ko'rsatdi. Ularning ko'zini osmonga qarshi deydi-ki, "Vallazi xalaqalakum ma fil ardi jami'a, thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli şeyin alim." O Allah sizlar masxara qilayotgan Alloh subhanahu va taolo xalaqalakum ma fil ardi jami'a. Sizlar uchun mazmundagi narsalarning hammani yaratdi. Sizlar Allohning quyoshining ostida turib, Allohning zaminida yashab turib, Allohning bergan havosini nafaslanib turib, Allohning so'qtagan yurganida tirik yashab turib, Allohni masxara qilasizlar. Vaholanki Alloh subhanahu va taolo sizlar manfaatlangan butun narsalarning hammasini sizlarga bergan deydi. Vallazi xalaqalakum ma fil ardi jami'a. Zamindagi butun narsalarni sizlar uchun yaratdi deydi. Meni degan etinglar bo'lsin, va yoki nafaslanadigan havo bo'lsin, quyosh bo'lsin, zamin bo'lsin, nim bo'lsin, o'ylab qoladigan bo'lsak, hammasi bizga Alloh subhanahu va taolo bergan. Endi Alloh subhanahu va taolo bu oyat orqali inkor qilgan, ishongili unamagan kofirning ko'ziga mana shundaq mo'jizalarni, o'zini ko'rsatgan ishoratlarni tiqiyotdi. Demak, kofir intayin aqlsiz bir inson. Alloh subhanahu va taolo mana shundaq bir yishib ko'rsatsa, ya'ni hidoyatni ko'ngil unamasa, shuning uchun u kishilarga jahannam haq bo'ladi. Thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat. Ondan osmon yaratishga Alloh subhanahu va taolo yuzinib, uni qusursiz 7 osmon qilib tamomladi deydi. Sizlar pashini misol keltirdi deb masxara qilayotgan Alloh subhanahu va taolo zaminni yaratib bo'lib, zamindagi narsani sizlarga yaratib bo'lib, Alloh subhanahu va taolo u osmonga yuzinib, osmonni 7 osmon qilib tamomladi deydi. Alloh subhanahu va taoloning buyuk osmonlarda qanchalik mo'jiza bo'lsa, ana shu kichik cho'mildimi, ana shu kichik pashidimi, shunchalik mo'jizalar, shunchalik yaratilish san'atlari bor. Va huwa bi kulli shay'in alim. U Alloh subhanahu va taolo hamma narsani bilguchi. Sizlar osmon zamon qaraydigan bo'lsanglar, o'zinglarni yegan narsa qaraydigan bo'lsanglar, Alloh subhanahu va taoloning hamma narsani bildiganligini ko'ralasizlar, his qilalasizlar. Masalan, qanday desa, biz yeydigan bug'doyning chiqishi uchun chuqum u bug'doyni chiqargan zotninki quyoshni boshqara olishi kerak. Yomg'ir uning qo'lida bo'lishi kerak. Havo temperaturasi uning qo'lida bo'lishi kerak. Agar koinotning kontroli uning qo'lida bo'lmasa, bir tal bug'doyni o'stirolmaydi. Demak, mevani chiqargan Alloh subhanahu va taolo, shu quyoshni chiqargan Alloh subhanahu va taolo. Alloh subhanahu va taolo ma koinotni, ma dunyoni xuddi bir zavodga o'xshash birsi-birsiga moslashib ishlaydigan bizga nihoyat
uygun şekilde yaratgan. Aklı ba insan bunu da tefekkür qilib bakadigan bolsa, Allah subhanahu wa ta'ala'nın her yerde ko'rlaydi. Masalan qarasak, bir öy kirsak biz. Bu öyning ichida biz amroq, biz yeydigan narsaning hammasi tursa va shundaqla öyde bizga foydali dorilar tursa, biz yan qilgan narsalar bo'lmasa, ha, ma öyni bizni biladigan birisi tayyor qilibdi deb bilalaymiz. Vaholanki zaman qarab bakadigan bolsak, mohiyat qarab bakadigan bolsak, oksigendan tortib, quyosh sistemasidan tortib, kecha kunduzning almashishidan tortib, hammasi ma insonlarning yashiga intayin uygun şekilde tertiplengen, uygun şekilde lahilengen. Demek bu Allah subhanahu wa ta'ala'nın bizga ne kadar kuyundiganligini ko'rsatish bilan birga hamma narsani biladigan zot ekanligiga ishorat qiladi. Va huwa bi kulli shay'in alim. Allah subhanahu wa ta'ala hamma narsani bilguchi. Ya'ni Allah subhanahu wa ta'ala bu oyat orqali oxirida hammamizga bir ogohlantirishni beradi. Ruhiy jihatda, psixologik jihatda bir ogohlantirishni beradi. Ya'ni men sizlarga zaminlik narsaning hammasini yaratdim. Meni degan bo'lamdi, ichidigan bo'lamdi, yeydigan bo'lamdi, hammasini sizlar uchun yaratdim. Va shundaqla osmonni sizlarga bino qilib berdim. Kim bu ne'matlarni nimaga ishlatyotdi? Uni ishlatib, shukr qilib Allohga iymon etyaptamdi va yoki hayvonlarga o'xshash yeb ichyaptamdi. Men hammani bilaman deb Allah subhanahu wa ta'ala o'zining cheksiz ilmidan xabar beradi va shundaqla har bir odamning qilmishidan xabardor ekanligidan xabar beradi. Demek Allah subhanahu wa ta'ala bu tut ayeti bizga hidayatga erishishninki eng tüp prinsipidan xabar berdi. O qaysi hidayatga erishishning birinchi yo'li xarakter jihatda nihoyat kamtar bo'lish. Qalbimizdan kibrni butunlay tozalab chiqish. Kibr bormi yo'qmi o'zimizni bir tekshirish. Menda kibr yo'q deb kesib hukm qilyaptiqmi? Kibr bo'lish ehtimoli intayin yuqori. Chunki kibr bor inson o'zi kibr bor deb o'ylamay cho'nchilik qiladi. Kibr yo'q inson kibr bormi deb o'zini so'rab turadi, ensirab turadi. Hazrat Umardek bir sahoba men munofiq bo'lib qoldimmi deb ensirgan yerda biz qanchalik bir inson biz qalbimizga kibr kirib qilishi mumkin. Ammo hidayatga erishadigan inson kamtarlik bilan qalbiga bir qaraydi, o'zini tekshiradi. Agar birasi sizda kibr bor ekansa ochiqlanmaydi, darhol o'zi haqida o'ylanadi. Agar kibr bo'lib qolsa, Allohga tavba qiladi. Chunki kibr iymon masalasi emas, iymonga kirib bo'lgandan keyin insonni fosiqlashtiradi. Qalbini qotirib o'tadi. Tuymay insonni munofiq qilib qo'yadi. Ya'ni hidayatdan mahrum qo'yadi. Shuning uchun bu kibrning zini intayin cho'ng. İkincisi bo'lsa, ya'ni hidayatga erishishning ikkinchi yo'li bo'lsa, masalalarning shakliga emas, mohiyatiga qarash. Postiga emas, mag'ziga qarash. Munofiqlar va fosiqlar dal masalanki postiga, uningki tashqi shakliga esli oladi. Markaziy diskga markazlashmaydi. Uchinchisi bo'lsa, ya'ni hidayatga erishishning uchinchi yo'li bo'lsa, har vaqt o'zimizning ojiz ekanligi. Aslida yo'q ekanligimiz, bizga Alloh subhanahu va taolo hayotlik bergan ekanligi, Alloh subhanahu va taoloning bizga buyuk ne'mat bergan ekanligi va shundaqla bizning o'lab Alloh subhanahu va taoloning qishiga bordiganligimizni esimizdan chiqarmasligimiz kerak. Mushuni esimizdan chiqarmagan vaqtida ondan keyin biz hidayatning ustida mustahkam tura olamiz. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo 28-oyatda mush nuqtani alohida ta'kidladi. Demak, aziz qarindoshlar, hidayat mana shundaq yomg'irga o'xshaydi. Qalbimiz qancha pokiz bo'lsa, biz hidayat ustida mustahkam tura olamiz. Qalbimiz kirlashgan hamon hidayat qalbimizda turmaydi. Alloh subhanahu va taolo hammamizni o'zining hidayatida mustahkam qilsin. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.